Uyumuzda qolgandan boshlab yegan ozuqlarni tavsiya qilsam, endi nurg'un do'stlar bilamay qolsizlar. Mana shu qisqa video orqali chaqin qilib sizlarga deb beray. Eng avval bir yun qolgandan boshlab yegan narsamiz bo'lsa, mana bu chiqib qolgan yun fu huang su degan narsa shu. Chunki buning tarkibida shu yun zao chi degan ye suan, anan keyin siz ham amaliga lozim bo'lgan 20 xil ozuqlik, ham har xil ko'p xil vitaminlar bor emasmi? Shuningga shu bu vaqtga yaxshi bir sharoitni hozirlab o'zingizdagi immun kuchingizni yuqori ko'tarib tayyorlab turib tura olasiz. Ham keyinda bu yozda qolganini bayqab qolgan bo'lsangiz, endi davom ettirib yepasangiz, shu doktorlarning bu yozda qolgan tunji mazgillarda talab qiladigan cho'qim yeydigan ye suanni to'liqlash olib qolgan bo'lsiz emasmi? Shuning uchun bu butilka sizniki bir yundan boshlab yun zao chigacha bo'lgan bütün ehtiyojlarınızdan qandıralaydı. Hem de 12. hafta kelgan chaqda DHA berishni boshlaymiz. Chunki 12. haftada bolaniki cho'ng miyasi ko'rish iqtidori tez suratda taraqqiy qilishni boshlaydi emasmi? Shunga bolam chechan aqlli bo'lsin desangiz, bu ertaklar bog'liq deb turolmayman. Shu DHA degan narsani bola qo'saqdagi vaqtdan boshlab bilsangiz, haqiqatan yaxshi unumini ko'ra olasizlar jumum. Bundan keyin hozir bolalar asosan ekran qarab o'rganish qiladi. O'lkasi bo'lmish arab ilishlarmi ekran qarash bo'lib qolgandan keyin bolalarniki ko'rish iqtidori to'lab ketadi, ko'zdan taqadan bolalar chaqib ketadi. Shunga shu DHA bolaniki ko'rish iqtidori shu ammosiniki taraqqiy qilishiga foyda bana so'rgandan keyin shuning uchun cho'qim iqtisodiyatga yarashsa yangilar jumum qizlar. 16. hafta kelgan chaqda kalsiy to'liqlashni boshlaymiz. Kalsiyning tarkibida KR bilan T-san degan narsa bor. KR degan kalsiyning bedandan saqlab chiqishni oldini oldi. T-san deganimiz kalsiyning bedanga so'milishga yordam beradi emas. Shunga tez suratda kalsiy to'liqlash unumiga erisha olasiz. Bu vaqtning chishiniki keyinda yaxshi chiqishiga yordam bo'ldi. Ustundan chang bo'lsa foydasi bor. Ham siz mu keyingi bo'lgan chaqda paylaringiz tortishadigan, bolta bo'lgan ustalaringiz og'riydigan, ballaringiz og'riydigan ahvollardan chiroq qila olasiz. Hamda bu vaqt yo'g'ingan siri ichki a'zolaringiz bisiladi emasmi? Shuning bilan qaziyat bo'lgan ahvollar bo'lib qoldi. Shuning agarda qaziyatni bayqab qolgan bo'lsangiz, hargiz ilk bazalar siklotga ichini keltirgan narsalarni yeb qolmanglar. Sizning hamma yegan narsangiz bu vaqt ta'sir qilib qoldi. Bolaga nima ko'ngil qiladi siz bilmaysiz. Shuningga unda xatarliklarni qilmay qizlar. Chiqariq suv ichib, chiqariq harakat qilib, yurib sekretdan chiqarib kelganini sirkena mavi yeshingni insanlar bo'ldi. Kun kechda uxlashdan burun faqat bir tal yavazalarli bo'ladi. Bu foydali bakteriya narsa men demsam tushunsiz, u uchayning o'limilishini yaxshilab beradigan narsa emasmi? Shuningga uchay yaxshi o'limilgandan keyin, boshqadan uchayning muhiti yaxshilangandan keyin chiqargan narsalar shunda xiravan chiqadi. Buni yegan vaqtimizda diqqat qilganimiz, qizil qaynoq suv bilan issak bo'lmaydi. Ilman suv bilan ichsiz. Chunki qizil qaynoq suv bilan ichsangiz foydali bakteriyalarni o'tib yetib qolsa emasmi? Bir bola tug'sa 3 ton qon sarf bo'ladigan gapni anglab boqqan bo'lishingiz mumkin. Shuningga bu chaqda sizning eng muhim qilgan ishingiz qon to'liqlash, temir maddasi to'liqlash. Shuningga shu germaniyaning qon to'liqlash ichimligini keyin bo'lgan chaqda 3 botilkadan 6 botilkadan ilib pis ichinglar. Qon to'liqlashni yaxshi ichmasanglar, bola to'q bo'lgan keyin unda shapqa xeyir kutgan chashlar, oq kutgan sapun tushadigan, mag'dursizlikni aytib bo'lmaydi. Eng muhimi sut chiqmaydigan ish bo'lmaydi. Qizlarga sut keltirgan narsani bo'lishga yetkazlar bola to'q bo'lib, ammo sizda qon oz bo'lsa, aqal sut keltirgan narsangiz bu sut chiqmaydi. Shuningga qon to'liqlashga cho'qim ko'ngil bilan qizlar. Yig'inchoqlab kelsak, bir yun qilgandan boshlab yun zao chigacha, yun fu huang su yeymiz. 12. haftadan boshlab DHA yeymiz, 16. haftadan boshlab kalsiy yeymiz. Keyin bo'lgan chaqda qaziyat ko'rilib qolsa, yeshing yeymiz. Eng oxirgi yumanchiga kelgan vaqtda temir to'liqlaymiz, qon to'liqlaymiz. Ham tushunish bo'ldi. Mushlar tavsiya qilgan butun narsalarning hammasi shu joyimda bor. Agarda sut olmay qolsanglar, topolmay qolsanglar, ayrim qanday kapsanglar men yordam qilaman.